6 bölüm. 4 günü əzən vaxtida qarlıq tağlarının egiz-pəs tizimləri көзге çiliqdi. Poyez ular ketiyotgan Chu va Mo'yinqum cho'llariga yiqilishib qolgan edi. Təptəkli tüzlənliklərdən keyin keldigan qarlıq tağlar payansız cho'l makonlarda o'ziga yarasha bir bəlgi berib bo'lgan edi. Cho'llar qo'yniga kirgan sari tağlar ko'zdan yiroqlab, ondan g'oyib bo'ladi. Lekin ana yerning ovu chechidan quyosh beshini ko'tardi va olamni jimjit nurlarga to'ldirdi. Taqdir bir-biriga zodla o'xshamaydigan turli tuman yo'lovchilar tushgan poyezd tog'larning yeniga bormay turibla turnalarda qator tizilgan vagonlari quyoshning dastlabki nurlarida yalt-yult qilib, tongning qip-qizil ko'ngliga yeyilgan bayovallarga burildi. U yoqlarda endi tog'lar ko'zga tashlanmaydi. Neşkeş şaparmenler jalpaq saz bekitide düşüşü kerak edi. Onundan o yıqığı her kim özüçe, öz bilgince tevekkülge hareket qiladi. Amma top faqat mushu birla. Lekin bu topni kim boshqaradi? Ularni doim ko'z yummay ko'zdib turgan kim? Audi Kalisratov ana shuni bilmoqchi bo'ladi. Lekin u boshqalar shivirlashgan chaqlarda doim tilga oldigan bu shaxsni bilmaydi. 3 saatdan keyin jalpaq saz bekitiga yetib kelishdi. Choparmanlar yig'ishtiradiganini yig'ishtirib, o'ltiranmay qilishdi. Ular kechasi o'lgida ketishgan edi. Petruxa oxirgi topshiriqlarni bilish uchun o'zining huzuriga berishdan avval hojatxonada uzoq yurindi. Yo'lovchilar toza diqqat bo'lishdi. Choparmanlar o'tgan oqshom ichishni shampandan boshlashdi. Shampanni xuddi limonad ichgandek ermak uchun istakanlab ichishdi. Keyin haraq o'tishdi. Shuning asarda atdegandila xeyli bilindi. Shumtakliyin ko'g'u bo'lg'ichi bo'lib, rasmiy so'zlab qoldi. Audi atdeganda uni oran turg'izdi. Jalpaq sazga kelib qoldik degandan keyin Leyinka taslikda ko'zni ichib, taxtayga putini sankiltib o'tirdi. Chochlari paqbib turgan beshi inchga ojiz o'ynada oralla eslib turadi. Shu shumtakmo qonunga xilof yo'l bilan ancha-muncha pul topadi. Uning hayoti heyletilla tamamen berbat bo'lgan desa, albatta buningga hech kim ishonmaydi. Poyezd payansız tuzlanliklarda ravon ketib bormoqda edi. Qayerdadir, qaysidir bir vagonda o'zi ketyotdi. Beshi chinqilib aynayotgan, his sezmini yo'qotgan Petruxa bosh og'riqini besish uchun qariyib ketgan bir istakan ochiq choyni sumurib ichdi-da, oldirab tenab o'zining yeniga mangdi. Ahvoldan qaraganda o'zi ichimlikni yaxshi ko'rmasi kerak. Audi Kalisratov o'zini yo'l bo'yi yiroqdan bo'lsa-mu ko'rolmadi. Vaholanki hammasi bir poyezdda ketyotdi. Kim u? Qandoq odam? Yuzlagan yo'lovchilar ichidan uni tepib boqina. U xuddi qumushliqlar ichidagi qorong'u o'yman ichiga bekinib olgan maxluqning to'limi ehtiyojchan bo'lib, yo'l bo'yi sal-pal bo'lsa-mu o'zini bilindirmadi. Uzoq o'tmay Petruxa uning yenidan qapqi selingan jakli chiqqan, lekin butunlay hushyor bo'lgan holda qaytib keldi. Texi bozor yeriga yetib bormay turib, qilingan oqshomgi ishqibozlik uchun o'zini rosa boplab adabini bergan bo'lsa kerak. O'zini mu tushunishga bo'ladi. Poyezd jalpaq sazga kelishi bilan ishlar qaynab ketadi. Shundaq paytda salban quloq Petruxaning g'arqmas bo'lib yurishi zodila to'g'ri kelmaydi. Mana endi bir hafta beshi og'rib yuriydi. Petruxa xuddi Audi biror ayibdek ish qilib qo'ygandek uningga norozi bo'lib qaragancha o'dangshidi. Mang, gappa. Ular 2 vagon orliqqa keldi. Tamaka chekdi. Poyezd chaqlari tinmasdan taraq-tur qiladi. Mang qara Audi. U quluqing bilanmi, bu quluqing bilanmi angval deb gap boshladi Petruxa. Xo'p, quluqim senda deb peshonasini purishtirdi Audi. Sen burningni to'la purishtirma. Petruxaning taqdi taq bo'ldi. Kim bo'lsan zodi? Voy qo'yg'ina, Peter deb uni tinchlantirishga urindi Audi. Nima qilsan bekordan bekor xafa bo'lib? Xo'p, men ichmayman. Sen bo'lsang ichsan. Xo'sh, nima bo'pti shuningga? Nima qilsan o'zingni qiynab? Yaxshisi buning bu yiqiga nima qilamiz shuni-da. U tarbini o'zi biladi. Menmi shuni so'rayapman da o'zi nima dedi? Qaring bo'lmasin. Uning og'ziga shartla urganda qilib dedi Petruxa. Sen degan yangi odam. Shuning uchun leyin qo'y ikkimiz bilan ketyapsan. Uchimiz birga bo'lamiz. Boshqa bolalarimiz bir-biriga hamdam sherik bo'lib mangadi.
Tushunishlik aytqana qayerga boramiz? Karın bo'lmasin, men opirman. Jalpaq sazda tushimiz. U yiqiga o'zimiz ketimiz. Yo'lda yo'liqqan mashinalarga tushib, Mo'yinqum suxuviziga yetib olamiz. Uning uyquda tirik jon yo'q. Piyoda ketaveramiz. Mana ko'ring. Ha, nima deb o'ylab eding? Juguli da opirib qo'ydi deb edingmi? Olasan, birodar. U yerda salla gumon paydo qilib qo'ysang, darhol tutib oladi. Mashina yoki mototsiklda borganlarga tap besib tutadi. Biroqlar jo'ndib etadi. Voy mundaqdan, o'zi kim, nada, u kim bilan boradi? Nima qaring? Norozi bo'ldi Petruxa. Nemishqa hadab surishtirib qolding? Boramdu, kelamdu, nima qaring? Balkim bormas. Nima? U sana hisob berish kerakmi ya? Nima deb tushungulik bu so'zingni? Buning nemisini tushunmaysan. Boshliqimiz bo'lgandan keyin qayerligini bilishimiz kerak-da. Biror ish chiqib qolishi mumkin. Dal mana shu narsani bilishing sana hech hojat yo'q. Hakavorlik bilan dedi Petruxa. U nada bo'ladi, nima ish qiladi, sening bilan bizning ishimiz emas. Kerak bo'lib qolsang, seni yerning tegidimi tepib chiqadi. Petruxa gapim qandaq ta'sir qildikin deb bir pas atay jim qarab turdi. Ondan texi kaypning asardi. Tarqamagan horg'in ko'zlarini uningga tikdi-da qo'shib qo'ydi. Adiyay, u sana ishning hodisini chiqalsa, doim berib kelib tursin degan gapini yetkazib qo'ygan dedi. Agar Xudo ko'rsatmasin, bizni sotadigan bo'lsang, yaxshisi hozirla kayniga yenib ket. Bekatda tushganimizdan keyin asta ketib ol. To'rt tarafing ochiq, sana qo'limizni tekkizmaymiz. Lekin ish boshlandingmi? Bo'ldi. Orqa qaytish yo'q. Satsang tirik qolmaysan. Uqdingmi? Uqdim. Uqmay nimati? Kichik bolimidim deb javob berdi Avdiy. Undaq bo'lsa yodingda tut. Gap degan bir. İki quloqim bilan angladim. Keyin bilmabdiman, anglamabdiman, kechiringlar degan gaplar o'tmaydi. Bo'ldi qil Peter deb uning so'zini bo'ldi Advi. Ha deb birli gapni dalaveramsan. Aqli hushim joyida. Nimaga ketyapman, nima qilaman, buni o'zim bilman. Yaxshisi sana bir gapim bor, anglab qo'y. Bugundan e'tiboran ichimlikni yig'ishtir. Lenko'ni ichirma. O tentek sen bu nima qilsan? Mushu yerlarda, mushu issiqda qalimiz qizib tursa, nimani haqdadiga yetkazib yig'laymiz? To'g'ri, deb tan oldi Petruxa va tükürük chachrab turgan lablarini qing'aytib kuldi. Uning ko'ngli joyiga tushgan edi. To'g'ri gapni tan olamiz, ishon. O'zimmi og'zimga olmayman, leyin ko'qimni ichirmayman. Vasallam bo'ldi. Ular fikri bir yerdan chiqqanligidan xushal bo'lib jimib qoldi. Poyez chayqalgan peti jalpaq soz tarafga tez mangmoqda edi. Bu yerda poyez haydovchilar almashidi. Paravozmu almashtirildi. Ko'plagan yo'lovchilar tushishga hozirlanib qilishdi. Linko'mu tashvishlangan holda ikki vagon orliqqa qaradi. Nima qilyapsizlar? Dedi u beshi og'riqliqdan yuzini purishtirib. Narsalarni yig'ishtirish kerak. 1 soatda yetib boramiz. Qo'rqma, javob berdi Petruxa. Bizga yig'ishtirishning nima hojati? Qiz bola emas-ku biz. Xaltimizni yelkimizga olsaqli bo'ldi. Lunya deb bolani yeniga chaqirdi Avdi. Qani, beriroq kelgina, beshing og'riyotamdi. Lenka aybdorlarcha beshini langshitib qo'ydi. Peter bilan kelishdik. Bugundan ta boshlab og'zingga bir timim olmaysan. Bo'lamdi? Lenka undamay beshini langshitdi. Bo'pti, borg'in. Biz hozirla qo'rqma ulgurimiz. Texi xeyli vaqt bor, dedi Petruxa soatiga qarab. 1 soatdan ko'proq, dedi Lenko ketgandan keyin. Lenkoga to'g'ri gap qilding. Chiltanning o'zi ichiman deb yepishidi. Ishgandan keyin put desab tura olmaydi. Bo'ldi endi. Ish bitdi. Yo'lda azroq erkilik qildi. Ha, yana gumon qilib yurma. Men Lenkoning puliga ishmidim. Balki uning o'zi shu, lekin men o'zim ilib ichman. Gap buningda emas, dedi alam bilan Avdi. Balaga odamning yuragi ichishidi. Rost aysan, uning so'ziga qo'shilib xursindi Petruxa. Uni xeyildan beri bir fikr qiynab kelayotgan bo'lsa kerak. Petruxa hozir shuni ochiq gaplashayotganligidan foydalanib asladi. Quloq sol, Avdiyay. Bizga kelib qo'shilishdan burun nima ish qilatding? Ishlaytdingmi? Elib satarlardanmi sen ya? Yo'shirma. Endi biz ya restoranda billa o'tirib maza qilamiz, ya turmadan axlatchilikini billa elib chiqamiz. Ya unisi, ya bunisi. Avdi yo'shirib o'tirmadi. Hoyankash emasman.
yo'shirdigan yerim yo'q. Men ilgari diniy maktabda o'qiganman. Bunisini Petroga zotla kutmagan edi. Oldirma, diniy maktabda demsina? Ha, buningdan ma'lumki, sen pop bo'lish uchun o'qigan ekansan-da. Shundaq desakmi bo'ldi. Ohoy, ko'zlarini chekchaytib Petroga va tumshug'ini ushlab isqirtib qo'ydi. Nimishqa u yerdan ketding? Qo'g'livatdimi ya? Undaq desangmi to'g'ri, mundaq desangmi to'g'ri. Umuman tashlab ketdim. Nimishqa? Xudoni talishib qoldinglarmi? Sho'xliq bilan so'rashni to'xtatmadi Petroga. Mana tomosha. Ha, talishib qolganda qilamiz. Qani aytqina, sen bilsang Xudo bormi, yo'qmi? Buningga javob bermak tez. Peter, birov uchun bor, birov uchun yo'q. Hammasi odamning o'ziga bog'liq. Odamlar yer yuzida qanchaga yozsa, Xudo bormi, yo'q deb shunchaki o'ylaydi. Agar bo'lsa, qayerda avdiyay? Bizning o'y xiyollarımızda, aytayotgan so'zlarimizda. Peterga o'ylanib jim bo'lib qoldi. Vagon chaqlarining ovozi birdan kuchayib ketdi. Vagondan vagonga o'tayotgan yo'lovchilar eshikni yopmagan bo'lsa kerak, Peterga eshikni yopdi. Chaqlarning taraq-turqi sal besildi. Ondan u o'ylab baqsam, Xudoga ishonmaydi ekanman, dedi. Senchi uningga ishonamsan yo'q? Bilmadim Peter, ishonsamdim deyman, shundoq bo'lsa-di. Sana u kerakmi? Ha, uningsiz ilojim yo'q. Mana ko'ring, norozi bo'ldi Petroga. Nimadir uning tishiga tekkan eding. Xudo kerak bo'lsa, u holda nima po'x yeb biz bilan yuriysan? Avdi gapni cho'nqurlashtirishning vaqtinimi, o'rnimi emasligini sezdi. Lekin pulmi kerak-ku, dedi u mirasa hangda. Ha, gap bu, yoqda desangchi, ya Xudo, ya sharax pul. Pulning keyindan qo'g'lishibsan-da. Shundaqroq o'xshaydi. Tan ilishga majbur bo'ldi Avdi. Bu gapdan keyin Avdi Kalasrato xeyli narsalarni o'yladi. Yo'l bo'yi hech kimga qarsini ko'rsatmay, chaparman bolalarga ko'z quloq bo'lib kelayotgan o'zi har kimga ishini vermaydi. U toza hiyligar va bakmu rahimsiz bo'lsa kerak. Agar qilayotgan ishining biror yeridan peshkanlik sezdigan bo'lsa, u o'zini va o'zining keyindagilarni xavf ostiga qo'ymaslik uchun har qanday yo'l bilan o'ch oladi. Hech narsadan qaytmaydi. Boshqacha bo'lishmi mumkin emas. U hargiz osonla bo'ldi bas qilmaydi. Audining chiqargan birinchi xulosasi shunday edi. Uning Petroga va boshqalar bilan yo'lda qilishgan gap so'zlardan aniqlagan ikkinchi narsa shuki, chaparman bolalarga so'z orqali ta'sir o'tkazsa bo'ladi ekan. Vazxaning vazifasi shu. Chin dildan samimiy so'z qilish, hech qanday xavf-xatarga qaramay so'z bilan fidokorlarcha tushuntirish. Bir chaqlarda fidoi din tarqatquchilar jonlarini Xudo yo'liga tikib, Yovvoyi Afrika qabilalari ichiga Isa payg'ambarning qalamini yetkazgan emasmidi? Shunglashqa adashgan dillarni gunohdan xalos qilish uning asl fazilati. Hayotning butkul ma'nosi va mazmuni ehtimol dal mana shuningdir. Shundaq u dillarni gunohdan xalos qiladi. Ular jalpaqsaz bekitiga atdigan soat 11larda yetib kelishdi. Stansiya cho'ng bo'lib, u yerdan yana boshqa poyezdlarga chiqishadi. Temir yo'lning qo'sh izi tongda ko'zga chiliqqan yiroqdagi qorliq tizma tog'lar tarafga so'zilib ketgan edi. Shuning uchun bu yerda turli taraflarga boradigan yo'lovchilar samandek edi. Chaparman bolalarga bumu qolaylik yaratib beradi. Varang-churungga to'lgan stansiya ko'zga tashlanmay bemalol yursa bo'laverdi. Hamma ish ximirdan qil sug'argandek siliqqina o'tdi. Tush paytida hammasi vokzaldagi oshxona hech kimga to'ydirmay chaqqonlik bilan yig'ilganda Avdi hayron qoldi. Avdini qo'shib hisoblaganda cho'lga nashi yig'ish uchun bordiganlar 12 kishi edi. Uningga shundoq tuyuldi. Chaparman bolalar ustallar atrofida birdan ikkidan bo'lib o'ltirishadi. Hammasi bir-biriga qarashib turadi, lekin hech kimga ochiq so'z qatmaydi. Ular oddiy yo'lovchilardan zotla farqlanmaydi. Ko'pinchisi Linkoga o'xshash o'smirlar va Petroxada xeyli bejirim yigitlar. Toza yoz mavsumi. Kimlardir allaqayoqlarga ketayotgan, kimlardir allaqayoqlardan kelayotgan. Odatdagidek Osiyoliklar Yevropaliklarga aralashib ketgan. Tartib saqlash uchun soqchi xodimlarining pat-pat bu yerga kirib chiqib turganiga va stansiyaning o'zida hamda qadamda bir soqchi bo'lishiga qaramay, chaparmalarning turqidan hech narsani bilgil bo'lmaydi. Ular tamog'ini tezlab
o'rnini boshqa navbat saqlab turganlarga bo'shatishdi. Shuningdan keyin xuddi bir imo ishorat bo'lgandek darhol har tarafga neri-beri tarqalishdi. Ularning har birining o'ziga tushliq yukimi bor. Non, konserva va boshqa xilma-xil zo'r narsalar selingan to'r xaltalar, teri sumkalar, xurum chamadonlar. Mana shunday qilib neshkash japarmanlar joy-joylarga mo'yinqum atrofidagi taqir cho'llar ichiga tarqalib ketdi. Petruxa Audi va Linko uchaylan o'zining belgilamasi va topshiriqi bo'yicha yo'lga tushdi. Audi o'zini ko'rishga baribir muyassar bo'lolmadi, lekin hamma ishni o'zi boshqarayotganligiga shak shubha yo'q edi. Ular eng yirik joyga uchiquduq sovg'uzining mo'yinqumga taqashgan qismigacha o'zi tarafidan ajratilgan va Petruxaga berib qo'yilgan 25 so'mga mashina kira qilib berishdi. Her ehtimolga qarshi ular o'zini tamchi ustalar deb tunishtirgan bo'lishdi. Audi bo'lsa yog'ochchi bo'ldi. Bu yerda yog'ochchini ko'zga surkida qilishdi. Aslida mu Audi yog'ochchilik ishlaridan xeyli xabardor edi. Buni otasi uningga kichigidanla o'rgatgan edi. Petruxa uning yuk xaltasidan uydan elib kelgan randa, palta, skinga o'xshash saymonlarni selib qo'ydi. Petruxa o'zini va Linkini savoqchi va poyaqchi usta deb tunishtirdi. Ular go'yo qurilish texnikumining o'quvchilari Ushquduqqa Mo'yinqumga yozliq ta'tilda uy selib pul tepish uchun kelishgan. Bunaqa kim ishonmaydi? Kun issiq, lekin usti ochiq yuk mashinasining topsi shamolliq bo'lg'achqa oftobning tapdi unchalik bilinmaydi. Cho'l yo'lning mazasi yo'q. O'ng'ul-do'ng'ul chang to'zon. Mashina o'ymonlarga kelib silkinganda chaqlar ostidan ko'tarilgan chang yuqoriga yuboriladi. Yo'tilib ko'zlaringni uvulg'an yo'l azobli bo'lgani bilan atrof keng va havoliq edi. Xiyolingga ixtiyorsizla qanotim bo'lsa uchib ketsam degan fikr keldi. Endi men butunlay ishondim. Yermo sayyora ekan deb o'ylaydi Audi mashinaning ustida turib. Nemishqa odamlar yerga sig'maydi, doim torliq qiladi. To'ymayman, och qolaman deb qo'rqadi. O'ziga o'xshaganlar bilan zodla chiqisha olmaydi. Yer sharning o'zi bir sayyora. Oldin hosil qilingan fikrlar, qo'rqinish va nafrat bu sayyorni tantarbiya maydoni darajasida taraytib qo'yibdi. Barliq tomoshabinlarning umri mushu tantarbiya maydoniga go'riga qo'yilgan. Shunglashqa har ikki komanda o'yinda utib chiqish uchun o'zlari bilan yadro bombalarini birga elib kelgan. Ishqibozlar bo'lsa hech narsaga qaramasdan vaqirab chaqirishadi. Tap. Sayyora mana mushu. Halbuki har bir inson oldida muqarrar bir vazifa to'g'risiga turibdi. Bugun ata doim odam bo'lish tarix shundoq yorildi. Hozir nimaga ketyapmiz? Qandaq muhim hayotiy zaruriyatga yoki ehtiyoj bor ekan tang odamlar o'zigami boshqalarga zahar o'g'a aqtirishadi. Ularni buningga nima majbur qiladi? O'zini tunishtirishning mushu dahshatli girdobidan ular nima topadi? Ushquduq degani dunyoning bir chetidagi qalandarmu oyoq bosmaydigan bir qo'nalg'i ekan. Ular bu yerda o'zlariga darrov ish tepib, bir cho'ponning chala qolgan imoratini bitirib bergan bo'lishdi. Cho'ponning o'zi bola chaqasi bilan mol haydab ketgan bo'lib, qarindishiga bulturqidek uy yasaydiganlar kelib qolsa, imoratni bitirib bersin deb topilgan ekan. Shuni bilgandekla Petruxa, Audi va Linko ishchi bu yerga yetib kelgan edi. Ular shu yerning o'zidan temi bitgan chala uyda yetib yurdi. Havo ochiq, kunlar issiq. Ular ho'yliga bir o'choq selib, ba'zi tomoqlarni o'zlari pishirishdi. Rostini deyish kerak, ular ishdek ishlashdi. Petruxa saharda dal vaqtida turib, gurbidagi sheriklari Audi bilan Linkini uyg'otdi. Shuning bilan bir ishqi tushsa, qorong'u uxubdan bo'lganda yig'ishtiradi. Ho'yliga ozroq o't yiqib, shuning yo'rqida tomoq yeydi. Petruxa shuningdan keyinla hordiq oladi. Turli ishlar ustida o'ylanadi. Audi ay, qarasam bu ish sana bekmi yiqib qolganda qildim. Albatta xo'jayindan haqqimizni olamiz, lekin bu pul eg'iz ho'llashga yetmaydi. Hech nimaga dal bo'lmaydi. Odamlarni qo'llash uchun ishlaymiz-da, esil joylarni tepib yo'lga tushaylik. Ana shu chaqda ko'rsan, gulini-mu, shirnisini-mu ikki qo'llab yig'san, kandirlikka bir kun shunqib chiqsang, bir yil ministerdan yaxshiroq yashaysan. Sen bilasan-ku, ha? Linko, gapim to'g'rimi? Azroq bilaman deb javob berdi. Shu kunlarda zodla ovozi chiqmay qolgan Lenka. Faqat ko'zinglarga qaranglar, bolalar.
jiddiy ogohlantirdi Petruxa. Hech kimga, qo'shnilarga, boshqalarga ting'uchi bo'lmanglar. Bu yerning odamlari yaxshi odamlar, lekin baribir o'lsangmi mit qilma. Bo'libmi boshqa yoqdan biror yerim odam kelib so'rab qolsa, zodla sir bermanglar. Adiyay, senmi o'lsammi hech narsani ko'rmadim, bilmayman, anglamabdi ekanman degan bo'lmagan yeriga kelganda ana boshliqimiz bor, shu bo'ladi deb menga ortib qo'y. Bo'lamdi? Bo'ladi. Demay ilojim qancha, lekin Avdining diqqatini oshirayotgani bu narsa emas edi. U indamay jim yurishga majbur bo'layotganligidan jiq pul qumurishning jinoiy yo'liga kirgan bolalarga o'z ta'sirini o'tkazolmaganligidan siqilatdi. Yuragi vaziyatish ishtiyoqi bilan to'lib toshgan bo'lsa-mu, lekin qalb quyruqini ado qilmaydi. Avdi fikr va so'zning qudrati bilan bolalarni ikkilantirib, o'yga silib qo'ya olsa, qanchalik pastkashlikka tushganliklarini ularga uqtira olsa, ular vijdon sadosiga quloq selib, bundoq nomunosib hayotning aloqasini tamoman uzishga bel bog'lay olsa bo'lardi. Bundoq qilish baribir ularning qo'lidan kelmaydi. Buning sababi oddiy va oson. Ular boshqa odamlar bilan chin va chambarchas bog'langan bo'lib, o'zlarini bu iskanjadan zorla bo'shatolmaydi. Xiyonat yo'liga kirmoqchi bo'lganini bo'lsa, dahshatli qisos kutib turadi. Shu buzuq chambarakni qandoq pachoqlab tashlash mumkin? Neshkashlar va chaparmanlarning hayotini o'z ko'zim bilan obdan ko'rib, ondan bularni nurg'un naq materiallar bilan yo'rtib beraman. Odamlarning ko'zini ochaman, oliyjanob maqsadlar uchun xizmat qilaman degan xiyollar Avdiga oz to'la tasalli berib turadi. Avdi buni yo'ldan ozgan bir uchum yoshlarni ozod qilish uchun ilib berilgan axloqiy kurashning boshlanishi bo'ladi deb umid qiladi. Uning bu majralarga ixtiyorsiz aralashib qolganligi Petruxaning to'piga taqat qilib kelayotganligining sababi faqat shu edi. Ular Ushquduqqa kelganning 3-kuni arzimas bir vaqa bo'lib o'tdi. Avdi buningga unchalik e'tibormi bermadi. Petruxa bo'lsa vaqadan xabardor bo'lib, puti kuygan to'g'idek turolmay qoldi. Shu kuni Petruxa qo'shnisi urushda majruh bo'lgan kishining harvasiga sovxuz markaziga konserva qand kesak ilishga ketgan edi. Chunki ular atsat deganda tong bilan tang cho'lga otlanmoqchi bo'lgan edi. Elning ko'ziga bo'lsa boshqa joyga uy solg'ili ketayotgandek bo'lib ko'rinadi. Lienko uyning ichini sovmoqda. Avdi bo'lsa soyrak joyni tanlab ambarga eshik yasmoqda edi. Birdilla ko'cha tarafdan mototsiklning tatatligini anglandi. Avdi o'rilib qo'lini peshonasiga qo'yib qo'ridi. Uy oldida tatatlab yo'g'on mototsikl to'xtadi. Egisi uningdan qo'shdak yengil sakrab tushdi. Mototsiklni yoshgina ayol haydab kelganligini ko'rib, Avdi hayron qoldi. Bundaq vahimasi zo'r mashinani abjiqi chiqqan o'yman cho'nqur yerlarda qanday haydaganda, ha? Ayol beshidan ikki cheti atasmidiri qimirlab turgan bo'kini yeshib, ko'zdan shamoldan mudobilanadigan ko'zoynigini oldi. Beshini silkib qo'ydi. Seriq chochlari yelkasiga erkin chechildi. Nima degan issiq kulimsirdi u qator tishlarini ko'rsatib. Voy xudoyim-ey, chang to'zonga petib ketganimni qarang. Xush chaqchaqliq bilan dedi u usti beshidagi changlarni qiqib etib. Salom. Yaxshimisiz? Tartinib biroq salomlashdi Avdi. Petruxaning ahmoqona pan nasihatlari uningga o'z ta'sirini ko'rsatgan edi. Kim bu? Bu yerga nimishqa keldikin? degan savol Avdining mingisidan o'tdi. Xo'jayin mashadimi? So'rdi mototsikl minib kelgan ayol chehrasidan hamon tabassum ayirmay. Qanday xo'jayin? Tushunmadi Avdi. Uy egisimi? Ha, uyning egisi. Hozir uyda yo'q o'xshaydi, mollarni haydab ketganda qiladi. Nima? Siz uni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rdim. Yaqinda kelib ketgan edi, lekin uning bilan gaplashganim yo'q. Qiziq, qanday qilib uning bilan gaplashmaysiz? Siz mashada ishlayotgamsiz? Uningga uy selayotganda qilamsiz nima? Kechiring, men rostla uning bilan gaplashganim yo'q. U aldirab turgan edi. Uning bilan boshliqimiz gaplashgan. Boshliqimizning ismi Peter. Hozir bu yerda yo'q. Tezdan qaytib kelsa kerak. Menga buning qilcha aloqasi yo'q. Aybga buyurmang. O'rmonni ko'rmoqchidim. O'rmonda ishim bor edi. Yo'l usti bo'lgandan keyin yo'liqib o'tay dedim. Xo'p, kechiring. Qashliq qilgandek turman. Yo'qay, nima deganingiz bu? Mototsiklchi ayol qalbqini yana kiydi-da, motorni o't oldirdi.
qayrilib ketib etib, shamoldan mudofiya ko'radigan ko'zoynikidan Avdiga qiya nazar tashladi va beshini bilinar-bilmas qimirlatib qo'ydi. Avdi bo'lsa nemishqiligini o'zim bilmay, uningga qo'lini planglatib qo'ydi. Ondan uning xiyoli xeyligacha shu arzimas tasodifiy voqea bilan band bo'ldi. Uning ko'ngliga gumon tushmadi. Endi hosil yig'ishga chiqayli deb turganda, bu ayolning kelib qolganligida bir gap bormikin, biror narsani sezib qoldimikin deb o'ylamadi. Avdining o'yi butunlay boshqa narsada edi. Ayol orqasidan qo'yiq to'zon to'stib jo'nib ketgandan keyin Avdi uni go'yo umr bo'yi eslab qolmoqchi bo'lgandek boshdan oxir ko'z oldiga ochiq keltirdi. Onun o'ttiricha xushbichim qaddiy qomatini tasavvurda jonlantirib, birdila dili ro'shanlashdi va chiroyi yechildi. U hamma narsani o'ziga yarashgan shunday xotinlarni yaratdi. Rasta chaqchaq emas, dedi u o'ziga o'zi. Xuddi olikim bilan beslashayotgandek, xotin degan shunday bo'lishi kerak. Uning nozik nafs chehrasi, yiltirab turgan qora ko'zlari, yuzini takshi o'rab mo'rlarga to'lqinib chechilgan sog'ish chochlari Avdining ko'z oldidan ketmaydi. Yani kelib ko'zining qaram to'lliqi bilan chechining oq seriqligi bir-birini ajoyib tarzda to'ldirib, chehrasiga o'zgacha jaziba latofat bag'ishlagan edi. Avdiga uning hamma narsasi so'l yong'idagi bilinar-bilinmas tortiqmi, balliq chaqlarda yiqilganligining alomatidir. Chopini qo'nchi qayrilgan koni o'tkimi, motosikletni qanday haydab kelishimi, Avdining o'zi velosipeddan boshqa narsani minib baxmagan. To'limi yiqib ketdi. Texi u xo'jayinni so'rasa, o'zini butunlay yo'qotib qo'yganligini demamsiz. Yo'q ko'midim, yo'q ko'dim, yo'q. Xuddi kichik bolaning o'zi. Nemishqa bundaq tili tutilib kelmay qoldi. Avdi Kalistratovning uning to'g'riliq o'ylagan siri o'ylag'isi kelaverdi. Rostini aytganda tuzukrak, asligidek narsami yo'q edi. U keldi, yana tuyuqsizda ketib qoldi. Hamma gap shunchalikla, xolos. Lekin u qaysi yoqdan keldikin, ish qilib biror yerdan kelayotganligi aniq. Lekin bunda ayol odamzod bo'lmagan cho'l bayovonlarda nima qilib yuradigandu? Petruxa motosiklet mingan g'alita ayolning kelib ketganligini anglab, bir oz ehson kirib qoldi va to'xtamasdan g'utuldab nima dedi, nima so'rdi, Avdi nima deb javob berdi deb jonga tegdi. O'ttirda bo'lingan gapni bir necha qitimla qayta so'zlab berishga to'g'ri keldi. Bu yerda bir gap bor. Shubhasi tarqamay beshini chayqaydi Petruxa. Attan o'zim bo'lmay qaptiman, deydi u. Jonanning kimligini darhol bilib olgan bo'latdim. Menga qara, Adivoy, sen aqlli o'qigan bola-ku, lekin men bo'lgan bo'lsam uni o'ngishayotgan bo'latdim. Hammasini o'zidan so'rab bilib olatdim. Kim bo'lasiz, sizga nima lozim deydim. Sen bo'lsang, birodar, o'zingni yo'qotib qo'yibsan, ko'rib turibdiman. Asiyadың өзіңді болмаған айтқан әмәсмедім саңа. Неманча xavotirlanasan deb uni tinishlantırishqa urindi Avdi. Nimaga shuncha vahimaga tushib ketasan? Ha, qiziq ekansan-ku. Izimizga payloqchilar tushishi mumkin. Shu xotinni mang hammasini ko'rib kel deb avatgan bo'lsa-chu. Qo'ysang-chu yo'qlan gaplarni. Hem ko'rman texi. Kunlarning birida turmaga tushib qolsang yoki o'zi gunohingni surishtirib qolsa, nima deb javob berarsankin? U payloqchilardanmi betarrak so'roq qiladi. Terangni shilib oldi, jiningni elishdanmi qaytmaydi. O'limning nimaligini bilamsan o'zing. O'zingni bas, Peter. Boshqa tushganni ko'z ko'radi. Buni oldinroq o'ylash lozim edi. Ana Linka, texi kichkina bola. Uni bu ishga kim tatdi? Yoki o'zingni olayli, nechaga kirding? To'li bo'lsa 20larga kirgansan, ahmoqsan. O'zi deb bir qadamni ortiq bosolmaysan. G'ing qilib og'zingni ocholmaysan. Texi oxiri nima bo'ladi? Uningdan ko'ra shuni o'yla. Lekin Avdining bu so'zlari nishonga tegmadi. Petruxaning g'azabi qaynadi. Bu nasihatlaringni yig'ishtir. Adivoy, Linkaga til tekkizma. Kupurlarning kitoblarini o'qibsan. Endi bularni esingdan chiqarib tashla. Esingdan chiqarib nasihatlaringni bir tiyinlik foydasi yo'q. Sen o'zi deding. Biz uning soyasida sharax pul topamiz, bildingmi? Linka tirxitim. Hech kimga kerak yo'q. Cho'ntiga pulga to'shib tursa, bir kimga muhtoj bo'lmaydi. Xohlagancha yeydi, xohlagancha ichadi. Sening cho'chaklaringga qo'rsoq to'ymaydi. Bu 5 kunlik olamda
qachon o'ynab kulisan, üstelning üstü turli nozu ne'matlarga to'lib tursa, sahnada jonon qizlar tinmasdan sodigan bulay naqshlarini aytib tursa, yurganga urib tursa, qani qachon ko'rsam bundoq yaxshi kunlarni. Mening aka-akajonlarim qora terga cho'mib ishlagan. Ularning qandoq ishlayotganligini bir ko'rsaydim. İşten beshini ko'tarilmaydi. Bechoralar. Menchu xolsam ko'timni qog'oz pul bilan surtaman. Faqat ahmoq odamlarla pulni yaxshi ko'rmaydi. To'g'rimi, Linka? To'g'ri, gedi beshini lingishdi Linka, xuddi uning bu so'zni haqiqat deganda qilib. Avdi shu tariqada gapning uchun chiqarib qo'ydi. Xolos vaqti kelsa aldirmasdan so'zlashidi, lekin texi pishmagan g'o'rni o'zgil bo'lmaydi. Avdi buni tushunib turibdi. Bo'lmasa kim uni nashiga kelgan, pulning kaynidan qo'g'lab yurgan bola deydi. Ular atsi tong qorong'usida o'rnidan turishdi. Tong amdila oqirib kelyotdi. Chetrakdagi ho'ylilar texi uyquda. 3 chaparban tomlarning kaynidan o'tib, ovoz chiqarmay cho'lga chiqib elishdi. Hatto ishlarmi havshig'ini yo'q. Petruxaning gapiga qaraganda boradigan joylari yiroq emas. U yo'lni biladi. Yava kendir dush kelishi bilan Avdiga ko'rsatib qo'yman deb va'da bergan edi. Uzoq o'tmay Avdi maqsadiga yetdi. Kendirning qo'li pishiq, qattiq bo'lib, egiz shoxlab o'sadi ekan. Shoxlarning 3 tarafiga qaramtul yo'pirmoqlar ichida gullari parcha-parcha bo'lib qo'liga yamishib turadi ekan. Kishilar Osiyoga, Yevropadan mana shu o'simlikni deb keladi ekan. Xudoyim-ey deb o'yladi Avdi kendir to'plarga qarab. Qo'rayga o'xshagan ko'rimsizlik o't ekan. Uningda ba'zilar uchun haqdodiga yetkizib kayf qiladigan lazzatli shira bang bor. Shuni deb boshlarini tikishib etadi bu kishilar. Mana bu yerda u yer bilan bir tam bo'lib o'sib etibdi. Quyosh ko'tarilib, ularning yelkalarini qizdirishga boshladi. Atrofda bir to'pmi daraxt yo'q, odam zotsiz, bosh oxiri yo'q cho'l. Ular cho'lning o'tirsida turib, yavu kendir yo'pirmoqlarni barmoqlari bilan ezib uvulib, uning yepishqoq o'tkir qansiq hidini dimoqlarga tartatdi. Qancha zamonlardan buyon bangilar buni chekib kelmoqda. Ularning banga xiyollarida ne güzel xiyollar uyg'onmagan deysiz. Avdi Hindiston, Afg'oniston va Turkiyadagi sharq bozorlarini tasavvur qilib ko'rdi. Ular to'g'riliq kitoblardan o'qigan edi. Odamlar Istanbul yoki Jaipurning koni shahar qo'rg'onlari ostida bir zamonlardagi mashhur saroylarning darvozalari atrofida nasha, apyunni ochiqdan-ochiq sotgan, ochiqdan-ochiq olgan. Shu yerning o'zidagi nashxallarda tiznib o'ltirib chekkan bo'lsa kerak. Keyin bangi xiyol ularni yiroqlarga olib qochgan. Albatta turli xiyoliga ben bo'lib haramlarda tangdishi yo'q go'zallar bilan kayf sapa surganlar kim? Shohona bezalgan pillar ustida guldor taxtirvallarda hujum shahar ko'chalarini shodiyona sayli qilganlar kim? Kamtik bo'lib qolgan ongning zulmatli qahrlarida tug'iladigan chidig'isiz yolg'izlik quchqiga sho'ng'igan, ondan shu zulmat ichida jinidan joq to'yib, g'azab itiga mingan, dunyoni tub yildizi bilan yemirib, buzib, kulini ko'kka so'rmoqchi bo'lganlar kim? Tez harakat qilish kerak. Dunyoga yuzlanmay bo'lmaydi. Bir zamonlar jannatdek gullab yashnagan sharqning halokati va tushkunlashishining sababi shuningda emasmikin? Nihayat suvsiz cho'llarda har qadamda oyoqning ostida o'sib turgan shu yova kandirlarda odamning mengisini aylantiradigan yiqimliq o'g'u yoshirinib yotgan tursa. "Ah, siz qadrdonlarim", deb sakraydi Petruxa qo'lichini kang cho'llarga yeb. "Qara, ana, hammasi o'zimizningki, bizning nashimiz. Lekin bu yerni yig'maymiz. Bular texi nima, hech narsa emas. Sizlarni shundoq joylarga boshlab borayki, hayron qolasizlar." Ular yana ishkirlab minishdi. Bir soatdan keyin o'rmon bo'lib o'sgan yovi kandirlikka kelishdi. Butun atrofni odamni mast qildigan nasha hidi qoplagan edi. Chaparmalarning xo'shalliq cheksiz edi. Ular nasha barglari va gullarni yig'ishga tutish qildi. Yiqqanlarni quritish uchun yeyib qo'yishdi. Petruxa 2 soat quritilsa bo'ldi, ortiqi kerak emas deydi. Ish borgan sir qizimoqda edi. Hammasi joyida edi. Lekin kutilmaganda allaqayoqlardan tik uchar aeroplanning gurkirgini anglandi.
u cho'l ustida pastlab uchib ular tarafga kelmoqda edi. Chikuchar, bolalarcha xo'sh bo'lib vaqirashga boshladi Linka turgan yerda sakragunicha. Lekin Petroga o'zini yo'qotmadi. Yerga yot ahmoq deb vaqirdi u g'azab bilan. Hammasi yerga yetishdi. O't chiplar orasiga yo'shirinishdi. Chikuchar aeroplan sal neriroqdan uchib o'tdi. Uchquvchilar ularni bayqamagan bo'lsa kerak, Petroga xeyligacha o'ziga kelolmadi. Uning Linkani so'kkan edi. U hadab Chikuchar aeroplan atay bizni izlab kelgan deydi. Nima deydi u g'udonshib? Üstüden hammasi ko'rinib turdi. Hatto chashqanmi ko'rindi. Biz ahmoqlar bo'lsak, 100 chaqirim yerni ko'ramiz. Yuqoridan ko'z tushishi bilan kerakli o'ringa xabar qiladi. Soqchilar mashinaga kelsa, qochadigan yer yo'q. Qo'lingni ko'tar, o'ldi. Ammo sal o'tmay hammasi unutildi. İşləş kerak edi. Dal shu kuni aqlga hech sig'maydigan hodisa yuz berdi. Avdi bo'rilar to'pig'i duch keldi. Vaqa mundaq bo'lgan edi. Ular aram ilishga o'ltirishdi. Tomoqlarni yavilishdi. Shu chaqda Petroga "Manqara Avdivoy, o'z odamimiz bo'lib qolding. Bizga kirishib ketding. Sana bir narsani aytib qo'yay. Seningdek yenglar uchun bir odatimiz bor. Birinchi qitim ishga kirishganda o'ziga bir narsa sovg'a qilishing kerak" dedi. Qandaq soğuğu o, hayran bolğuncha qo'llarini yeyib so'rdi Avdi. "Ha, to'xta, nimancha qo'rqsan? Sana bir kim magazinga berib kel davatamdi. Magazin deganing yo'q bu yerlarda. Mening demoqchi bo'lganim, sen saranga qutisichilik bo'lsa-mu, shirisidan yig'. Kandirlik ichida bir pas chepib yursangla bo'lg'ini. Nima qilish kerakligini deb beraman. Shu shirini o'zi bilan ko'rishganda qo'liga tutqizsan. Do'stligimiz uchun deysan. Aqlliq odamga o'zing nima deyishni bilasan. Hammasiga o'zi bosh, sen degan uning qo'l ostidagi odam. Ishonchisini qozonishing kerak." Avdi xiyolga cho'mdi. Nima bo'pti? O'rinsiz emas. Nashining isilini, shirnisini o'ziga taqdim qilsang, yo'ling ochildi. Tonishib qolsan, olsan, har holda o'zini ko'rishga muyassar bo'lasan. Hammani titirtib, qoqishib, o'z hukmiga tutib turgan o'zi bilan uchrashish to'limi zo'r edi. Hokimlik. İki adam yığılgan yerde elbette biri hakim buludu, deb o'ylab, ochiq kulib qo'ydi Avdi Kalistrato. "Bo'pti" dedi u. "Lazım bo'lguncha yig'ib, ondan o'ziga berman. Qachon berishim kerak? Stansiyaga borgandimi?" "Aniqini uqmayman", dedi Petroga. "Balkim ata berarsan." "Ata?" "Shundoq. Uyga qaytadigan vaqt bo'ldi. Jaq to'ydik. Ata cheslaga 21. Әті saat 4-kicha ko'zlagan yerimizga yetib bormasak bo'lmaydi. Yo'lga tushimiz. Qayerga boramiz? Qayerga bo'ladi? Bilarmanlik qilib kerildi Petroga. Mangayli shu chaqda bilsan 330-kilometrga. Avdi yana so'rab o'ltirmadi. 330-kilometr shu temir yo'lidagi bir joy ekanligini tushundi. O'zi bilan uchrashish ata shu yerda bo'lishi mumkin. Shuning uchun vaqtni qo'ldan bermay shiri yig'ish kerak emasmi? Bu ishning o'ziga qiyin emas, biroq odamni bek charchatib ekan. Ishning usulimi yovaylarcha, qip-yalang'och bo'lib olib, kandirlik ichida chepib yurish kerak. Shu chaqda badninga nashi gullarining changdiri chaplashidi. Keyin ularni asta o'g'lab olasan. Shu kuni Avdi Kalistrato toza japa chekib yugurdi. U umrida mundaq chapmagan edi. Nashining shira changdiri ko'zga ochiq chilqatdi. Rangini bilgili bo'lmaydi. Lekin to'limi yepishqaq, sirochdek edi. U badanga yepishib qoladi. Ammo uni serib olish oson emas. Jiq harash tartib, ozroqla shiri yig'ish mumkin. Lekin o'zi bilan ko'rishimiz bo'lmaydi. U mamlakatga jar soladigan, og'ir dard kasallikdan ogohlantiriladigan, chekimlikka zarba berilgan gazet materiali uchun g'oyat zarur. Avdi buni to'lim yaxshi his qiladi va shuning uchun Tomuzning pilikdek kuydirib tashlaydigan aptaplarga qaramay, u yoqdan bu yoqqa chepib yurgan. Avdi qilin o'sgan yo'q kandirliklar ichida yugura hamrohlarning xil yiroqlashib ketgan edi. Shu chaqda kutilmaganda u o'zini yenik parvoz qilayotgandek, xiyoli ko'klarda uzib yurgandek sezdi. Buning qachon qandoq bo'lganligini Avdi bayqamay qoldi. Osmonda aptap sexiylik bilan nur chachatdi. Havo issiq, allaqanday qushlar pirildab uchishidi, sayrishidi. Bo'libmi cho'l to'rg'aylari tinmasdan chirildishidi. Kepinaklar pir-pir uchib, goh qo'nadi, goh ko'tarildi.
Xilma-xil hasharatlarmı allaqandaq öz kuylarini kuylashidi. Misali yer yuzidagi jannatning o'zi. Ana shu jannat ichida shimollik oq tanlik yigit Audi turli hidlardan to'limi sarxush bo'lib, xuddi purujinni burab qo'yilgandek u yoqdan bu yoqqa yugurgan. U qip-yalang'och, beshida panamasi, ko'zda ko'zayniki, putida so'ngsiz kashi va uchizda kichkina ishdan qolgan. U eng quyuq o'sgan kandirlarni tepib, o'zini ularning ichiga uratdi. Uning atrofida chechaklab urug' tutayotgan kandirning chang'lari oqirib ko'rilardi. Ular havo bilan Advining ichiga kiratdi. Beshini aylantiratdi, o'ng'uldaydi, ko'ziga har turli ranglik manzaralar ko'rinadi, shirkayib xiyoliy tasvirlarga to'latdi. Ana u motosikletda uchib ketyotdi. Oqshomqi motosikletchi ayolning keyniga mingashib olgan. Odatda motosikletning keyniga xotin haqminadi, lekin oddiy yigit bo'lib turuqliq yo'g'on motosikletni o'zi emas, ayol boshqarib ketayotganligidan xijolat bo'lmaydi. U motosikletni haydashni bilmasa va umuman texnikadan bexabar tursa, qanday qilsin? Ayol bilan bir motosikletda minishning o'zi payz emasmi? Ayolning sochlari qalpiqi astadan to'zib chiqadi. Shamolda uchib, uning yuziga uriladi. Yuzini silaydi. Uni xuddi shamoldek yig'diqlaydi. Lablariga, ko'zlariga yopishadi. Tomoqlarini qichishtiradi. Ah, nima degan yaxshi, nima degan soz. Gohida u ayol keyniga o'rilib qaraydi. Uningga sho'xliq va noz bilan kulib qo'yadi. Ko'zlari cho'g'dak chaqnaydi. Ah, pat-pat shundoq bo'lsa, uzoq davom qilsa, asrlar bo'yi. Shu chaqda birdila uning ko'zi 3 bo'ri bolasiga tushdi va darhol hushyor bo'ldi. Voy, bu azimatlar qayerdan kelib qoldi? U ko'zlariga ishonmaydi. 3 bo'ri bolasi quyruqlarini shipangshitib uningga yaqinlashmoqchi. Uning bilan o'ynashmoqchi bo'ladi, lekin yuraklarini to'liq bosolmay sal nariroqqa turadi. Putlari uzun, qo'lloqlari dam tiklanib, dam salpib turadi. Tumshuqlari so'zinchoq yaltirab turgan yorishimliq ko'zlari odamga kulkisini keltiradigan darajada ishonch bilan tikildi. Dal shu narsa Advining dilini g'idiqlab tashladi-da, boshqa hamma narsani unutib, ularni o'z oldiga erkiltib, go'llab qiziqtirib chaqirishga kirishdi. Audi bu bo'ri chaqlarni yaxshi ko'rib qilib, butunlay erib ketdi. Shu an ko'z oldida xuddi oq chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Kishilari oppoq yaltirab turgan qanchuq bo'ri uningga o'qdak etilib kelyotdi. Bu ish kutilmaganda shunchalik tez, lekin yana shunchalik asta va dahshatli tarzda sodir bo'ldiki, uning tizlari o'z-o'zidan bukilib, ixtiyorsiz tiznib o'ltirib qolganligini, beshini qo'llari bilan to'sqanligini bilmay qoldi. Dal shu harakat uning hayotini qutqizib qoldi, lekin u buningdan xabarsiz edi. Bo'ri 3 qadamcha nerda edi. U birdilla shiddat bilan taqlab, Avdining beshidan neri halqib ketdi. Hayvon hidi Advining dimiqiga urildi. Shu chaqda ularning ko'zlari to'qinishdi. Avdi bo'rining ko'k yolqin chechayotgan nigohini, ko'p-ko'k va mislsiz qahrli ko'zlarini ko'rdi. Vujudi muzlab ketdi. Bo'ri bo'lsa, dam o'tmay yana uning ustidan keyniga sakradi va ballarini xuddi shamoldek tishlab turtkilab keyniga qo'g'latdi. Yo'l ustida yol ichidan yollari tik-tik bo'lib, hayvatli kallasini chiqarib qarawatgan vahimlik burnimi ko'krigi bilan urib tishlab, g'azab bilan keyniga yondirdi. Ular xuddi bo'ron uchirib ketgandek birdamda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Avdi bo'lsa oyog'ini qo'liga ilib qochdi. Cho'lda qanchalik chopqanligini bilmadi. Qo'rqinish bo'g'izidan faryod bo'lib etiladi. Chepib ketayotganda beshi zing'ildab aylanadi. Cho'yin esib qo'yilgandek eg'irlashib ketgan putlashgan oyoqlari ostida yer chayqaladi. U yiqilsam-da, turmasam, uxlab qolsam deydi. Shu chaqda u hadab qusishga boshladi. Mana endi o'ldim deb o'yladi. Uning madori qolmagan bo'lib, shunda holatdimi o'zini qusishdan to'xtashga kuch izlaydi. Yana yugurdi. Yana hadab egilib pukilib qusqan edi. Qo'rsiqida chidag'usiz og'riq qo'zg'aldi. Uchaylarini xuddi bir kim tinmay tatlayotgandek qiladi. Uga shulgiga qo'shilib ichidan chiqayotganida azobdan yetti puklinib ketgan Audi titrab qoqshab Xudoga yolvurdi. Ah, Xudoyim bo'ldi, bas qil. Endi hargiz hech qachon nashi yig'mayman. Ey Xudo, o'zing menga rahim qil. Oxir ko'nglining aynishi to'xtadi. U kiyimlarini izlab tepish uchun o'rnidan turganida
Oldiga Petruxa bilan Lenka yugurib keldi. Bo'rilar haqidagi hikoya ularga qattiq ta'sir qildi. Bo'libmi Lenka qo'rqib ketdi. O'zingni tut, hey, nimacha titraysan, deb vaqirdi uningga Petruxa. Odamlar oltin izdegan chog'larida nimalar bo'lmagan bilamsan, lekin keyniga chekinmagan. Sen bo'lsang qandoqdir bo'rilardan qo'rqib o'tirsan, ular allaqachon qochib ketgan. Oltinning yo'li boshqada, dedi Lenka bir oz jimliqdan keyin. Nima farqi bor? Gurkirdi Petruxa. Avdi fursatni foydalandi. Farqi bor, Peter, dedi u zaif ovoz bilan. Cho'ng farqi bor. Oltinmi jiq yomonlik keltirdi. Lekin u taqib qilinmagan. Nashi bo'lsa hamma uchun zahar. Beshimdan kechirdim. O'lgili tasli qoldim. Butun cho'lga qusib chiqdim. Bo'ldi qil shu gaplaringni. Odatlanmagansan. Ozroq zaharlanibsan. Shuningmi shunchalik qilamsan, deb norozi bo'lib qo'lini silkidi Petruxa. Seni bir kim majburlab keldim-ku bu yerga. Hadislar Xudo deysan. U yaxshi, bu yomon deb qoldirlaysan. Nimishqa bizga pishon solsan, nimishqa suni leytisan. Pul desa o'zingni tomdan tashlaysan. Shuncha yiroqdan bu yerga pul deb kelgansan, helimi yaxshi bo'ri qoningni yerib tashlamabdi. Suni leytmoqchi emas, süzüldürməkçiman. Avdining nazarda yanımı ochiqroq so'zlash payti kelgandek edi. O'zing aqlli bolasan, Peter. Jinoyat yo'liga kirganingni bilamsan, aqling yetmaydi. Ha, shu yo'lga kirganman. Senchu, sen qaysi yo'lga kirgan? Men sizlarni qutqizishni xohlayman. Qutuldiraman davatqinni. Jakli bilan vaqirdi Petruxa. Sen bizni qutuldiramsan texi. Qanday qilib qutuldirsan, qani ittifoqini? Oldi bilan Xudoga tavba qilamiz, afu qilishni so'raymiz ondan odamlarga. Avdi ularning kulmaganidan ajablandi. Faqat Petruxa og'ziga batnam narsa takkandek chirt qilib tukurdi. Tavba emish, gipini qara, g'udirdi u. Ha, sen tavba qil. Biz pul topamiz. Bizga pul kerak. Bildingmi? Gap tugidi. Sen tavbangni qilaver. Avdi, agar chaqchaq qilayotgan bo'lsang, sal ko'zingga qabarabroq chaqchaq qil. Bizni yo'ldan ozdirayotganligingni o'zi anglaydigan bo'lsa, chiqqan joyingga kirgizib etadi. Bilib qo'y. Sana birodarim deb aytayotman. Biznimi arsalda qilma. Puldan boshqasiga qiziqmaymiz. Lenka, o'zingda. Sana pul kerakmi, Xudomi? Pul, javob berdi bola. Avdi g'irin qilmadi. Gapning davomini boshqa bir tarafga qoldirdi. Xo'p, qani gapni to'xtatdik. Yetar, yo'lga chiqayli. Murassaga kelgandek dedi Petruxa. Sen shira yig'aldingmi, Advoy? Yig'almadim, bo'ri hujum qildi. Qolgan hammasi nega qo'yganligim yodimda yo'q. Üstü beshimni tepib olmasam bo'lmaydi. Kiyimingni topasan, lekin shira yig'ib ulgurmaysan. Bugun ketishimiz kerak. Mayli, nima qilgan bo'lganligini aytsak tushunar. Tushunmasa, keyingi qaytimda yig'ib berarsan. Ular nashqachilangan sumkalarni yelkalariga ortib, yerim kechigacha temir yo'l tarafga qarab minishdi. Minish ancha qiyin emas edi. Quritilgan o't cho'pning qancha eg'irligi bo'ladi deysiz. Lekin nashining hatto sulyav xaltalardan chiqib turgan hidi boshni aylantirib, ko'zni uyquga tortadi. Chaparman bolalar tun nisbida uxlashga qo'ndi. Yo'lni tong qorong'usida davomlashtiradigan bo'lishdi. Lenka Avdi bilan Petruxaning o'tirsiga tiqib yotdi. U bo'rilardan qo'rqib qolgan edi. Bola emasmi texi? Hammasi aksicha bo'ldi. Yo'l mang'imda uyqu bosgan edi. Uxlashga yotganda Avdining uyqusi qochdi. Lenkaning o'tirg'a tiqilishi ko'nglini ertibdi. Kimning xiyoliga kelibdi deysiz? Cho'p-cho'nglab bola bo'rilardan qo'rqib o'ltiribdi. Lekin ko'rdingizmi illatning kuchini? Hayot haqidagi tasavvurlarning go'daklikdan buzilganligini. Baya Lenka qilchimi o'ylanib turmay, darhol Xudoni emas, pulni yaxshi ko'raman dedi, ha? Xudo bu yerda shartlik narsa edi. Taqvodor hayotning ima isharati Avdi shularni o'ylaydi. Yoz chog'larida cho'l kechalarining o'z go'zalligi bor. Zamin va osmon poyansiz, uningdan chiqayotgan jimjitlikmi cheksiz. Kecha illiq o't cho'plarning purqi gupildab turdi. Son-sanoqsiz yulduzlar yaltiroq oy odamni qattiq hayajonga soladi. Yulduzlar bilan ko'zlar o'tirsida zarracha g'ubor yo'q. Havo shunchalik sap, odam turmushidagi o'rinlashtirishlardan yengilgan qimmatlik paytlarda xiyoliy shundoq sirliq olamlar bag'riga shunqiydi. Afsuski bu uzoq davom qilmaydi. Hammasi o'zim o'ylagandek, mo'ljallagandek bo'ldi, deb fikr yurgizadi Avdi.
Çaparmanlar bilan kendirliklarga keldim. Hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Beshimdan o'tkazdim. Әмді әң murakkab ish poyizga o'ltirib jo'nash bu qoldi. Chaparmanlar uchun eng xatarligi nashini ilib ketish. Saqchilar ularni ko'pincha Osiyo stansiyalarida tutadi. Rossiya taraflarda bu jihatdan xeyli oson. Moskvaga berib olsang va uning u yiqiga omon eson yetib olsang, omad seniki. Shundaq ba'zi pastkash nemalari kichkina g'alabaga erishadi. İnsanlar orasidagi askiliklar bir mahal tantana qiladi. Audi bunun bilan hatta xiyaldımı chiqisholmaydi. Lekin olayli jinoyatning oldini olish emas, chaparmanlarning fikrini o'zgartirish, ularni bu yo'ldan qochirish, qayta tarbiyalashga kelganda buningga qurbi yetmaydiganligini u endi tushungan edi. Mushu cho'llardimi, qayerlardadir oralashib hamma narsani, jumladan Audinimi jangilda tutib turgan, hamma chaparmanlarning tizginini o'z qo'liga olgan, ashu Uzi deb atilgan shaxs uningga butunlay qarshi turadi va uningdan ancha-muncha qudratlikdek edi. Ularning kandirlik cho'liga yurishlari Uzining hukmi va nazoratida edi. Haqiqiy xo'jayin naq Uzining o'zi edi. Ularning orasida Audi qaroqchilarga qo'shilgan musafir rohibdek to'liq ayanchoqlik holatda edi. Ammo xudogo'y va mutaassib rohib har qanday sharoitda rohib bo'lib qilishi kerak. Hozir u shundoq qilmasa bo'lmaydi. Kunduz bo'lib o'tgan hayron qolarli hodisa yana uning xiyolini band qildi. Avu uzun putluq tentak bo'ri kuchuklariga qarangchi. Ular odamning kulkulik, zihni tegmaydigan maxluq deb o'ylashi kerak. Uning ular bilan bakmi o'ynag'isi kelib ketdi. Cho'ng bo'rining kelib qolganligiga qarang. Uning putrab ketgan ko'k ko'zlari yonatdi. Rosa ochiq kelgan edi. Yo'q, shukr, hammasi o'tib ketdi. Nemishqa uning ustidan 2 qitim sakrab o'tdi. Buning nima ma'nosi bor? Bir itildigan bo'lsa, para qilib tashlashi mumkin edi-ku. Panamasi bilan kichkina ishtinni demasa, shaharning qip-yalang'och ahmoq odamini nemishqa aydikin? Faqat kulkulik paranglardala shundoq bo'lishi mumkin. Buni ko'ring endi. Bo'rlarning marhamati taqdirning marhamati emasmi? Demak, u texi hayotlik uchun kerak ekanda, lekin uningga qarab qaqru g'azab bilan tashlangan, bolalar uchun qo'rqib ketgan ko'k ko'z bo'ri shu qadar ajoyib edi. Ha, u o'z yo'liga haq edi. Lekin otasiga rahmat uningga aytilmadi. Go'shini titib tashlamadi. Audining hech qanday gunohi yo'q edi-da, Audini shu holatda mototsikl mingan heliqi xotin ko'rib qolgan bo'lsa, qaytib kulgan bo'larmidi? Audi shuni ko'z oldiga keltirib, ostag'ina kulib qo'ydi. Ha, xuddi serik o'yinda masxaravozini ko'rgandek mazza qilgan bo'lardi. Lekin u birdilla qo'rqib ketdi. Motosiklet inisi jin bo'lmagan cho'lda ketayotganda motori o'chib qoldigan bo'lsa, u tikandek yolg'iz tursa, bu yoqdan uningga bo'rilar tashlansa, u qanday qilar? Shu chaqda Audi ko'k ko'z bo'riga murojaat qilib, yilinib yolvorishga boshladi. So'zlarimga quloq sol, ey go'zal bo'ri. Sen mushu yerlarda yashaysan. O'zingga qanday yaxshi bo'lsa, shundoq yasha. Tabiat qanday buyurgan bo'lsa, tirikchilikni shundoq ado qil. Sendan faqat shuni o'tinamanki, agar uning motori o'chib qolsa, Xudo haqqi, bo'rilarning xudosi haqqi, bolalaring haqqi, uningga tegma. Uningga ziyon zahmat yetkazma. Shundoq yo'g'on motosikletni minib ketayotgan shu go'zal xotinga havasing kelsa, uning yonida, yo'lning chetida billa chepiver. Lekin uningga zotla ko'rinma. Qanot chiqarganda uch. Butparastlar aytgandek, balki sen ey ko'k ko'z bo'ri, uni odam qiyofatidagi o'z egichang deb tan olarsan. Nima shundoq bo'lishi mumkin emasmi? Nima bo'pti? Sen bo'ri bo'lsang, u degan odam, lekin har ikkinglarla noiti go'zal, yana kelib kelishgan chiroyliqlasizlar. Sendan yo'shirib o'tirmayman, uni chin qalbimdan yaxshi ko'rib qilishi mumkin. Lekin men tentakman. Ha, tentakman. Yana kim bo'ladim? Faqat sepi o'zidan bo'lgan divonlarla shundoq orzuda bo'lishidi. Mubada mening nima deb o'ylaganlarimni u bilib qolgan bo'lsa, kulib berib ko'zlaridan yosh chiqib ketishi mumkin. Lekin shuningga xushal bo'ladigan bo'lsa, mayli, qinib kulsin. Cho'lda tang yorishqa boshladi. Petroga Audi bilan Lincolnni o'yg'atganda texi tang qorong'ulikqa ketmagan edi.
330 kilometr degan belgi qo'yilgan joyga yo'l elish kerak edi. Qanchaki baltur tursa, shuncha yaxshi, chunki bu yerga boshqa nasha yig'ilg'uvchilarmi to'planib kelishi mumkin edi. Birər yük poyezini to'xtatib, uningga chandurmasdan chiqib, Jalpaq saz stansiyasiga yetib olish kerak. Ondan bu yerdan asta boshqa poyezlarga o'ltirdi. Umuman chaparmanlar uchun yo'lning eng xatarli qismi boshlanmoqda edi. Hammasiga o'zi rahbarlik qildigandek qiladi. 330 kilometrda kim-kimni ular o'zinimi yoki o'zi ularni topamdi. Petroxa buni tuzukrak etmedi. U ya bilmaydi, ya aytishni xohlamaydi. Shunda qilib ular xaltalarni yana yelkalariga ortdi-da Petroxaning keynidan yo'lga ravon bo'lishdi. Petroxaning xotirasiga yo'lni bilishiga Avdi qoyil bo'ldi. U qayerda yor bor, qayerda odam bilmaydigan buloq shildirlab oqidi, qayerda o'yman do'ng bor, hammasini oldin biladi. Shunda xotira, shunda qobiliyatning bekor ketayotganligidan Avdi afsuslanadi. Bir ko'rgan yerni yodida chiqarmaydigan bola ekan. Men degan dehqon bolsida, deydi Petroxa. Bu yerdan 200 chaqirim yerda Mo'yinqum sahrasi bor. U yerda sayg'oqlar, cho'l kiyiklari top-top bo'lib yurishidi. İdarning gaz mashinalariga minib yuradigan apchil odamlar hatto O'rinburg taraflardan ov qilg'ili kelishadigan. Bu yoqda tirik kavoblar xohlagancha chepib yuradi. Ichimlik bo'lsa o'zlarida yetarlik. Ana shohona u, lekin xatarlik joylarmi bor. Mashina buzilib qoldigan bo'lsa, ana shu chaqda ko'ring tomashini. Ovchilar sahroda izlab odishib qilib, ussuzlikdan o'lib ketgan chaqlarmi bo'lgan. Qish kunlari bo'lsa, bo'ronlarga bardoshlik berolmagan, keyin faqat so'ngaklarla tepilgan. Bir ovchi sarang bo'lib qolgan ekan. Uni tik uchar aeroplan bilan izlabdim. Tik uchar uni qutqizaman desa, u tik uchardan qocharmish. Yushurni olarmish. Keynidan qo'g'lab ming taslikda yetishib qutqizib oldim. U bo'lsa gap qilishni unutib ketgan ekan. Xotinimi shu orliqda boshqa biriga tegib olibdi. Voy iflasay, ularning hammasi shundoq. Men uylanmayman. Shaharda bir bor toza ketgini ozroqla pul berib qo'ysang bo'ldi. Jiningga jon qo'shadim. Bola bo'lmaydi deb va'dami berdi. Cho'ng motosikletimi ilib qo'ygan edim. Chexlarniki tanarkatchilar minnidigini saroyga qoldirib qo'ydim. Xolsam Jigulimi olaman. Bu emas, lekin hammasi Volgadan noch bo'lsin. Hozir Mercedes qa o'xshaydigini chiqibdi. Olsang shuningdan olsang. Shundaqinimi qo'lga tushirgili bo'lamdikin ha? Uningga o'nalg'idan birini selib olib, ig'inab yetib anglasang, naqshi deginimi yurak bag'ringni ezib tursa, hammasiga tonish kerak, hammasiga pul kerak, hammasiga pul yig'ish kerak. Volgani minib nadisin Vorkota deb jo'nisang, ko'rib qo'y, akam qarg'ayni desang, he, ichi qara yangilar yerilib o'dildi. Orqada budulqalarga qachilangan esil, toza ichimliklar ko'pinchisi chatninki, o'zimizningimi bor. Shuningdan yaxshisi yo'q. Ichinglar odimisun yana. Bunda qarasa, Ivanushka tentakdan hech farqi yo'q. Mingini bo'lsa Volga. Shuning uchun aziz birodarlarim, nashning keynidan qo'g'lab yurmanda, sizlarnimi bir narsalik bo'lib qolsin deb jon kuydiryapman-da. Davring katdi turbegim. Petroxaning tayini yo'qlang biljarlashlarini anglab, Odvini yana xiyol elib qochdi. Inson bolasi oshko'zlik, huquq tamasi va shuhratparastlik o'tirsida ovora sarsona bo'lib yuriydi. Mana shu 3 narsa ommaviy ongning 3 lahang biliqi. Hamma yerda va hamma zamonlarda odamlarning hayoti shularning ziminida barqaror turadi. Barliq cho'ng-kichik kulfatlar shulardan hosil bo'ladi. Ularga uva quradi. E'tiqod va qarashlarning qoshshoqligi, nacharligi shulardan. Odamlarning tangdassiz qudratga ega bu ideyasini yangidan kuchni yer yuzida tepish qiyin. Dinmi buningdan mustasno emas. Ichi bo'sh va qova ko'rinsimi, hech qachon yemirilmaydigan bu qiya toshqa ruhning qancha-qanchaligan pavozlari o'zini urib, parcha bo'lib ketmagan deysiz. Uning choparmanlarga qo'shilib ketayotganimi shuning dalolati. Ruh ojiz, lekin hamaydi. Peshoniga yezilgan bo'lsa kerak.
U yo'l bo'yi o'zi bilan yuz ko'rishishga hozirlanib bordi, chunki u jangga tayyor turishi kerak edi. Ular 330 kilometrga vaqtidan 2 soat baldur yetib keldi. Soat 3da ular shu yerda edi. Tömür yo'l bo'ylab ketgan yorga yaqinlashganda Petruxa xaltanglarni men ko'rsatgan joyga qo'yinglar. O'tib ketayotgan poyezdlarga qaranglarni ko'rsatmanglar. Beshinglarni ko'tarmanglar. Nima gap bo'lsa hammasini o'zim aytaman deb topildi. Ular o'lgidek charchagan edi. Bir kunda shuncha yo'lni besish osonmi? Yor tegidagi shivoq bilan aman aralash o'sgan maxmaldek mayslar ustida so'zilib yetish nima degan rohat. Yiroqdan poyezdlarning guldirlab yiqilib kelishlarini anglab, yetish kishiga allaqanday rohat bag'ishlaydi. Uzoq-uzoqlarga so'zilgan vagonlar ostida to'mir izlar zing'ildab va chirildab ketadi. Ondir eg'ir cho'yin chaqqonlarning taqroq tuqruq qilib o'tgani anglanadi. Uningdan keyin to'mir va moy purqi keladi. Bu shavqin keyin yana xiyligacha yiroq-yiroqlarni quloqqa anglab turdim. Ondan asta-asta olam okeanni qo'rshigan jimjitlik singib ketadi. Yo'lovchilar poyezdi shamoldek chepib, u yoqqami bu yoqqami o'tib turadi. Advining yuragi o'ynab ketdi. U bola chaqlaridilla yo'lovchilar poyezdlarini vagon derazalaridan lip-lip qilib o'tayotgan odamlarning boshlarini tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Hey baxtiyor odamlar, meni o'zinglar bilan billa olib ketinglar. Lekin hozir shu o'tkinchi havasdan mahrum bo'lib, chatqalning panohida beshni chiqarmay yetishga to'g'ri keldi. Lekin hammadan chatqi mushu yerda yuk poyezdni qaroqchilarcha to'xtatishga qatnashadi. To'g'ri, hech kim poyezdni bulmoqchi emas. Poyezd to'xtasa, chaparmanlar uningga lik-lik sakrab chiqib oladi. Qolgan ishlar o'z yo'li bilan ketaveradi. Ular bormoqchi bo'lgan yerga yuk vagonlarida un-tinsiz beraveradi. Poyezdlar u yoqdan bu yoqqa tinmasdan o'tadi. Keyin uzoq jimjitlik bosdi. Odvining ko'zi amdila uyquga ilinib edi, birdila uchtak ovoz keldi. Petruxa quloqini ding qildi. Ondan o'zimi uchtak chaldi. Uningga javoban yana bir uchtak chalindi. "Xo'p, sizlar bemalol kutib turinglar", dedi Petruxa. "Men boray, chaqirishyotdim. Mening siz qimir qilmanglar. Anglayapsan, Advi? Angladingmi, Linka? Yuk poyezdini to'xtatish oson emas. Kallani ishlatish kerak, kallani." U shularni debla g'oyib bo'ldi. Yarim soatlardan keyin qaytib keldi. Mijozi sal pitir edi. Chiroyi o'zgargan bo'lib, ko'zlari o'g'irlarnikidek allohchala qiladi. Odamning yuziga tik qarashdan o'zini ap qochadi. Advi bundaq chaqlarda gumonsirab o'ltirishni yoqtirmaydi. Bo'lmaro o'ylarni o'zidan ner qo'g'laydi. O'z erkiga qo'yib beradigan bo'lsang, xiyol deganga nimalar kelmaydi? Balkim uning qo'rsqi og'riyotgandir. Shuning uchun xotirjamolda osmoqchilab so'radi. "Xo'sh, Pyotr, ishlarimiz qandaq?" "Yomon emas. Tuzuk, yana ozroq saqlaymiz. Poyezd to'xtatamizmi?" "Albatta, yuk poyezdi bizga qulay. Poyezd stansiyaga kechisi borsa va zapas yo'lda to'xtasa, texmi yaxshi. Shundoq bo'lmamdigan." Ular jim bo'lishdi. Petruxa tamaka tutashtirdi. Tutunni ichiga tortib etib, go'yo hech narsani bilmagandek. "Bir birodarimizning puti zehim yapti. Ismi Grishan. Berib ko'rib keldim. Ishi yurishmabdi. Oqsab yurib qanchalik yig'alaydi. Tayoqqa tayinib yuribdi, albatta. Odamga alam qiladi. Yo hammamiz uningga oz-ozdan yig'ib bersakmikin? 10 odam ekanmiz. Jindakdan nashib etsak, bechorning ko'ngli ko'tarib qoldi", dedi. "Mayli", dedi Advi. "Linka uxlayotdi, lekin u qizg'anchiq emas." "Ha, Linka, o'zimizning sexiy odamimiz-ku. Advoy, sen berib Girshan bilan gaplashib kelsang bo'lardi. Nima qildi, nima bo'ldi deb hol ahvol so'rab qo'ysang, sal yaxshilanib qolarmikin cho'loq sho'rliq." "O'zi nada? Shu yerdamikan?" ehtiyotsizlik qilib so'rab qo'ydi Advi. "Ha, seni nima jin urgan o'zi? Og'zingdan o'zi tushmaydi." "Jakli chiqdi Petruxaning. Men nadim bilay? Sana Girishanning gapini qilsam, yana o'zi deysan. Kerak bo'lsa o'zi tepib oldi. G'it bo'ldi. Burningni uchilama. Nemishqa hadab surishtiraversan." Xo'p, so'rab qo'ydim-da, o'zingni besib ol. Girishan nada? Qaysi yoqda?" "Ana, u yoqqa bor." "Ha, ana, soyida, chatqal tegida o'ltirdi, bog'in." Audi shu tarafga mangdi va uzoq o'tmayla
Grishanға көзі түшті. O öt çöpler arasında çaqqanğına kursda qo'lidagi tayoqchini o'ynab o'ltiradi. Kepkisini manglayga bostırib kiyibaptim. Sezgur odam bo'lsa kerak. Oddiy yaqinlashmay turibla o'rlib qaradi va og'zini qo'li bilan to'sib yutilib qo'ydi. Uningdan neriroqda yana 2 kishi o'ltiradi. Hammasi bo'lib 3 kishi. Shu chaqda oddiy tushundi. O'zi mana shu odam. Putlari qovushmay qolgan Audi badaniga so'g'uq yamashayotganligini his qildi. Yurki gupildab tez-tez urib ketdi.